Assalomu alaykum pechenkalarim va rosa xavotir olibsizlar. Kecha mashin bilan yashadim-da o'zi ham. Davleniyam chiqadi, limon choy ichaman, tushadi kofe ichaman. Endi menda davleniya hech qachon bezovta qilmagan-ku. Bilmayman nima dori ichish. Gruppaga yozdim qizlarga. Enami iching deyishdi. Qo'rqdimki, vashi tushib ketsa-chi, ichmaganman deb. Birinchi marta chiqayotganda shunaqa narsalar ichmaydi dedim-da. Skoriy ham chaqirmadim. Xullas kecha nima bo'ldi? Oyijonim. Kecha ukolim olgani bordim ertalabdan, chunki soat 11 da reklamam bor edi. Kech qolib bordim. Keyin qon ko'paytiradigan ukolimni oxiri edi. Sekin ketish kerak edi. Shoshayotganim uchun hamshira ulab chiqib ketdilar. Men ukolni tezlashtirib yubordim. Tezroq ketsin, tezroq anaqa bor edi dedim-da. Bilasizlar, punktualniy aytilgan joyga aytilgan vaqtda borishim kerak. Esinglarda bo'lsa, qon ko'paytiradigan ukolni bittasini olganimda birinchi marta o'zi ikkita oldim. Qizlar hamma joyim qichishib ketyapti desam, "Voy, menda ham shunaqa bo'lgan, o'shancha ololmaganman" deb ko'pchilik yozdi. O'tdan chiqib, soat 11 da borgan reklama joyimga qoq obedda. Soat 12 da quyoshda syomka qildik. Prям ochiq joyda, может, boshimdan quyosh urdimi. Keyin masam qochishni boshladi, xullas. O'tdan chiqib yana syomkaga bordik. Qornim och, hech narsa yemaganman. Ertalabdan ishtaham bo'lmadi. O'zim bilan narsa oldim, lekin yeyolmadim. Och qoringa ukol olib, och qoringa ikkita syomkani qilib, soat 6 gacha. Keyin 5larda, 5:30larda qornim och, bormi tish doktoriga dedim-da. Nimadir olib kelinglar desam, somsa bor ekan faqat. Tandir somsani bitta tishlasam, tishim sindi-yu. Vremenka qo'yib qo'yadi-yu. Qattim ekan desamsa, sinib tushdi. Keyin qornim och, tish doktoriga bordim, uspet qilib, zo'rg'a tamlab. Kech qolib bordim shunga ham. Keyin nervimga ukol qildilar. Endi tish doktori so'ramaydi, qorning ochmi, to'qmi, katta odamman, och qoringa kelmagandir deb o'ylab, ular ham ukol qildilar. Xullas uyga amallab yetib keldim. Uyga kelib davleniyamni o'lchasam, qay o'lchab ko'ray dedim. Baland chiqdi meniki, 90-60 yuradi davleniyam. 127 ga 90 nechidir chiqdi. Istimam 37 ga to'g'ri chiqdi. Shu bilan yotdim. Limon choy ichib uxladim. Ertalab tursam davleniyam tushib ketgan. 73 ga 53 mi bo'lib qolgan. O'shanga o'z kofe ichib o'tirman. Kecha adminim rosa urishganman. Reklamaga kalla qo'yganda. Reklamachi telefon qilib, nomerimizga 3 ta nomer qoldirdim. Bittasining chizig'i bor, qolganiki yo'q. Kimmas seni urishdim. Sen narxozda o'qigan, kichik yozishi bilmaysan, biroz urishdim. Profilimga kirib, mana shu arqonni qo'yib qo'yibdi-da. Uzilib ketgan. Adminga aytaman deb bugun ertalab nima yana arqonni qo'yib qo'yding deyman. Telefonim palyot qilib qo'ydim kecha hammasini. SMS kevorib, like bossam, kevorib, ting'illab asabimga tegayotdi. Keyin nima arqonni qo'yding desam, bo'ldi, sen bilan deb ishdan bo'shatding, mana rishtamiz uzildi-ku deyapti. O'rtadagi ip nima u? Bittadan ushab turgansan, opa-singilligimiz. Voy, shu kulimman-da. Xullas shunaqa gaplar. Kuninglar yaxshi o'tsin. Men yaxshiman, mana Xadija. Privet qil. Privet qil. Privet xolalarim.